Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun men sizlarga ikki xonali, ayrim ikki xonali sonlarni bir-biriga ko'paytirishni oson usullarini ko'paytirishni o'rgataman. Birinchisi, oxiri 5 bilan tugagan sonni, ikki xonali sonni o'ziga ko'paytirishni o'rgataman. Ya'ni 15 ni 15 ga ko'paytirish. 15 ni 15 ga ko'paytirish uchun biz ustun shaklda ko'paytiramiz. Endi buning uchun osonroq usuldan foydalanamiz. Birinchi turgan sonimiz nechi? 1 mi? Birdan keyin sanaganimizda 2 keladi. Mana shu 1 ni 2 ga ko'paytiramiz. 2 ni 1 ga ko'paytirib qayerga yozamiz. Birdan keyin sanaganimizda 2 keladi. Mana bu 1 ni 2 ga ko'paytirib qayerga yozamiz. Orqasiga 25 yozib qo'yamiz. 225 bo'ladi. Bu shunga o'xshab keyingi misolimiz. Misol uchun mana 25 ni 25 ga ko'paytiramiz. İki xonali, oxiri 5 bilan tugagan sonni o'ziga ko'paytirish uchun, 25 ni 25 ga ko'paytirish uchun birinchi turgan sonimiz 2, bundan keyin keladigan sonimiz 3, mana bu 3 ni 2 ga ko'paytiramiz, 6 bo'ladi, orqasiga 25 yozib qo'yamiz. Tushunarlimi?